Do'stlar to'xtang. Men bu qo'shig'imni bir eshitib ko'ring. Agar yoqsa, bu videoni musofirlarga pul topish oson deb o'ylaydigan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Sen ham musofirda ishlab ko'rdingmi? Och qolib qattiq non tishlab ko'rdingmi? Erkak bo'lib ko'zing yoshlab ko'rdingmi? Ey musofirlarni yomon deganlar, sovuq kunlarda tinmay ishlab ko'rdingmi? Bola chaqa oilang tashlab keldingmi? Musofirni yomon deb yaxshi bo'ldingmi? Ey musofirlarni yomon deganlar, aslo havas qilib ketmaydi ishga, umrin tikib qo'ygan oila boqishga. Haqqing yo'q musofirni yomon deyishga. Ey musofirlarni yomon deganlar,